o'sha paytlari ham televizorga ishga kirgan edim. Va Neftchining hukmronligi, Paxtakor bilan kechayotgan kurashlari ostida futbolga shu sohaga kirib kelgan edim. Va yillar o'tdi, og'ir yillar bo'ldi, ligadan tushib ketishlar bo'ldi, Sarkisyanni sog'ingan damlari bo'ldi. Lekin ashaddiy muxlislar buni tushmagan ekan. Haligi uzoq yillardan keyin pianist shunda qaytib kelib, pianinasida qanday chalib ketsa, muxlislikni ham shunday uddalab ketishdi va mana bu fenomenal gol o'shaga mantiqiy yakun yasayapti. Ibrohim Halil Yo'ldoshev menimcha uchrashuvning eng zo'r o'yinchisi, iloji yo'q. Va Xayrulla aka, Alisher Odilov ham 2001-yilda tavallud topdi. O'zi o'sha avlod vakillari Lechkani nutqini qo'yayotdi. Kim 2001-yil edi? Men degan. 2001-yillarni sindirish degan. Farg'ona viloyati hokimi ham stadiondan o'yinni kuzatib boryapti. Bayram qilayotganligini ko'rdik. Va Bu uchun ham katta voqelik. Asosiy shaxslardan tan olishimiz kerak. Ravnaqiga hissa qo'shgan, Neftchini qaytishga yordam bergan va olayotgan futbolchilari ham. Murat Haydar hozir maydonga tushdi. Olqishlar ostida chiqib ketdi. Hozir Neftchini istalgan futbolchini maydondan olsa, olqishlaydi-da. Bu muxlislar olqishlashadi. Farg'ona ahli hozir bayram arafasida turibdi. Maroshich va Quvondiq Ro'ziyev maydonni tark etdi. Ularning o'rnida Murat Haydar G'ulomov hamda Vladimir Yovichlar harakat qildi. Ozgina Qizilqum o'sha 2-1 qo'ygan payti xavotirlantirgan xolisdan zarba. Lekin bu yo'lgi Neftchi qaysi paytda qanaqa o'ynash kerakligini bildi. To'g'riladi, hammasini joyiga tushirdi. O'ylangan rejalar Botiralik alam qilyaptiki, quruq seriyani, ya'ni quruq o'yinlarni o'tkazmoqchi.